Assalomu alaykum, hurmatli kitobsevarlar. Men Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi mutaxassisi sifatida bugun sizlarga o'zbek adabiyotining yana bir bebaho durdonasi Abdulla Qodiriyning Mehrobdan chayon asarini tavsiya qilmoqchiman. Bu asar adibning o'zbek romanchiligidagi ikkinchi yirik asari bo'lib, o'tgan kunlardan keyin yozilgan, ammo mazmun va g'oya jihatidan undan ham teran, ijtimoiy qatlamlarga kirib boradi. Mehrobdan chayon bu nafaqat muhabbat, balki jinoyat, zulm, ijtimoiy adolatsizlik va ruhiy zulmatlar haqida yozilgan fojiali roman. Asarda bosh qahramonlar Anvar va Ra'no timsolida erkinlik, adolat, ma'rifat va muhabbat uchun kurashayotgan yosh avlod ko'rsatiladi. Anvar jadidlar vakili, zamonaviy fikrli, xalqni uyg'otishga intilayotgan fidoyi inson. Ra'no esa sabrli, aqlli, ammo hayot sinovlariga bardosh berishga majbur bo'lgan ayol timsoli. Romanning nomi ham bejiz tanlanmagan. Mehrobdan chayon. Bu dinga, ma'rifatga va adolatga chayon kabi zaharli hujum qilayotgan munofiq kuchlar ramzidir. Asarda masjid, domla, taqvo va tavoziga o'xshash tushunchalar ostida yashiringan zolimlik fosh etiladi. Ushbu asarni o'qir ekansiz, siz nafaqat bir muhabbat tarixiga, balki bir butun xalq taqdirining iztiroblariga guvoh bo'lasiz. Abdulla Qodiriy bu asar orqali uyg'onish, ozodlik va haqiqat uchun har doim kurashish kerakligini chuqur falsafiy asosda yetkazadi. Shuning uchun hurmatli kitobsevar do'stlarim, agar siz jamiyatdagi adolatsizliklarga qarshi kurash yo'lini izlayotgan bo'lsangiz, o'z fikringiz, vijdoningiz bilan yashashga intilayotgan bo'lsangiz, o'zbek xalqining og'riqli, ammo ibratli tarixini anglamoqchi bo'lsangiz, unday bo'lsa, Mehrobdan chayon asari siz uchun ayni topilmadir. Oltinsoy tuman axborot kutubxona markazi bu asarni o'qishga, tahlil qilishga va boshqalarga ham targ'ib qilishga chorlaydi. Kitob faqat o'tmish emas, u kelajakni to'g'ri yo'naltiruvchi yo'l xaritasidir. Diqqat e'tiboringiz uchun rahmat.